sizni kimdir g'iybat qilsa, kimdir sizni sha'ningizda yomon gap gapirsa, jahlingiz chiqmasin. O'sha chog'dagi holatingizga bir qarang, imtihon bu. Siz o'sha holatda o'zingizni qanday tutyapsiz? G'azablanib jahlingiz chiqib ketdimi? O'shani nomiga yomon gaplarni gapirib yordingizmi? Demak, hali shakllanish kerak, hali o'zimizni to'g'rilashligimiz kerak. Kimdir bizga birov kelib, sizni falon joyda bir odam yomon gapirdi sha'ningizga, g'iybat qildi desa, darrov jahlimiz chiqib ketadi. Ana o'sha sizga imtihon. Demak, o'sha paytda siz qanday ahvolga tushyapsiz? Demak, siz o'zingiz shaxsiyatingizni bilib olsangiz bo'ladigan holat. Ulug'lar kulib qo'yishgan. Odamlar bilmaydi, u o'sha odam meni yaxshi tanir ekan deb qo'yishar ekan. Qarang. Meni g'iybat qilibdimi, demak u meni yaxshi tanir ekan deb. Odamlar bilmaydi, meni maqtab yuradi deyishar ekan. Sizlar bilmaysizlar, meni maqtaysizlar. Ha, u odam meni yaxshi bilar ekan deb turib shunaqa munosabat bildiradi.